Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda demak grammatik tushunchalarni ham boshlaymiz. Bugun demak italyan tilida essere fe'li mavjud bo'lib, essere fe'li bu xuddiki ingliz tilidagi to be fe'liga o'xshagan bo'ladi. Va keling avvalambor kishilik olmoshlari bilan tanishib chiqsak, bo'lmasam birma-bir ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Io, men, tu, sen, lui, u, lei, u qiz bolalarga nisbatan, lei ya'ni vejliy formada siz ma'nosida keladi. Noi, biz, voi, siz, loro, ular degan ma'no kelib chiqadi. Endi yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, essere fe'li kishilik olmoshlari bilan qanday tartibda tushlanadi, shular to'g'risida ham to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi io sono, tu sei, lui è, lei è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Bularga misollarni keyingi darslarimizda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.